Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz shunday bir muborak va qutlug' oyda turibmizki, bu oyning barakati butun yurtimiz bo'ylab kezmoqda. Muhtaram prezidentimizning muborak Ramazon oyi munosabati bilan tabriklari barcha xalqimiz qatori ta'lim muassasamiz jamoasini ham xursand qildi. Muhtaram prezidentimizning Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori yurtimizda ijtimoiy ma'naviy muhitni yanada yuksaltirishga qaratilgan muhim hujjat bo'lib xizmat qiladi. Mazkur qarorda Ramazon oyining mehr muruvvat, shukronalik va ahillik oyi ekanligi alohida ta'kidlab o'tilgan. Bu esa islom ta'limotining asl mohiyatiga insonparvarlik, saxovat, sabr toqat va o'zaro hurmat tamoyillariga to'la mos keladi. Ramazon nafaqat ibodat, balki tarbiya, o'z ustida ishlash va qalbni poklash oyi hamdir. Shu o'rinda qayd etishimiz joizki, bizning ta'lim muassasamiz ham yuqoridagi qarordan ilhomlangan holda jonbozlik ko'rsatmoqda. Jumladan, o'quv muassasamiz yaqinida yashovchi kam ta'minlangan oilalar holidan xabar olinib, oila farzandlariga sovg'a salomlar ulashildi. Qarorga muvofiq ravishda imom xatiblar, diniy ta'lim muassasalari xodimlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun belgilangan tartibda mablag' ajratish, ularning munosib mehnat sharoitlarini ta'minlash yuzasidan tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilishi soha vakillariga bo'lgan e'tiborni namoyon etadi. Shuningdek, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash, mahallalarda hamjihatlikni mustahkamlash, muqaddas maskanlarni obod etish hamda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik masalalariga e'tibor berilganligi barcha ko'ngillarni shodlik bilan to'ldirdi. Ramazon oyi bizni nafaqat ro'za tutishga, balki ichki dunyomizni boyitish va ma'naviy yetuklik sari intilishga chorlaydi. Bu muborak fursatda xulq-atvorimizni yanada pokiza qilish, ilm olishga yanada mas'uliyat bilan yondashish, ota-ona va ustozlarimizga hurmatni kuchaytirish hamda talabalarimizni jamiyatga foydali, ibratli inson qilib yetishtirishga astoydil harakat qilishimiz lozim. Ta'lim muassasamiz jamoasi sifatida biz Ramazon oyini ilm, ma'rifat, odob-axloq va ezgulik ruhi bilan o'tkazishga, yoshlarni qalbida vatanga muhabbat, shukronalik va mas'uliyat tuyg'ularini mustahkamlashga intilamiz. Zero Ramazon oyining asl maqsadi insonni komillikka yetaklashdir. Shu o'rinda ta'lim muassasamizda har kuni saharlik va iftorlikni tashkil etayotgan homiylarimizga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Alloh ajrlarini ziyoda qilib bersin. Alloh taolo ushbu muborak oyda yurtimizga tinchlik, osoyishtalik, xonadonlarimizga baraka, qalblarimizga mehr oqibat ato etsin.